Raddomda chaqaloqlara smes beradilar. Sizni bunga fikringiz? Birinchi navbatda nechik bolalara raddomda smes berilish kerak. Kam vaznda tug'ilgan bolalara, kesar kesish yo'li bilan tug'ilgan bo'lsa, ya'ni onada sut vaqtinchalik bo'lmay turgan bo'lsa, hipoglikemiya holatlari bo'ladigan bo'lsa, buning holatlarda bolaga qo'shimcha aralashma berishimiz biz uchun zarur bo'lib qoladi. Shuning holatda asosan gipoallergen smeslarni berishni tavsiya etaman. Agarda bola tabiiy tug'ruq yo'li bilan tug'ilgan bo'lsa, vazni normada bo'lib, sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bolaga umuman sun'iy aralashma berishni tavsiya etmayman. Sun'iy aralashmani o'z boshimchalik bilan ko'pchilik yangi tug'ilgan onajonlar raddomda uydagilar aytib oldirishi mumkin yoki bo'lmasa, meni bolam qarni do'ymay turibdi, bir korobka smes akib bering, non firma zo'r, yo bo'lmasa frisolak zo'r, yo nutrilak zo'r deb oldirib ichirish, bu katta xato hisoblanadi. Asosan neonatolog yoki bo'lmasa gastroenterologni maslahatidan keyin sun'iy aralashma ko'rishni tavsiya etaman.